Yo'lni ko'rmaydimi? Bokovoy bor-ku, u ko'rsa bo'ladi-yu men yo'ldan chiqib ketayotganligimni. Smena qarashim kerak. Temizligimga qaranglar. Uni sumkasiga 200 ming to'lash kerakligi. Yana qaytib kureylikka chiqishga qaror qildim. Sizlarni поддержкаlar. Istiqbolni chiqishini kutganimdek meni kutganlar bormi oranglarda? Do'stlar, hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Toshkent Kids kanali va men Karbonika. Kurey xoniminglar sizlarni ko'rib turganidan juda ham xursand va sizlarning fikrlaringizni bilmoqchiman. Sizlar ham meni kutdinglarmi? Kontentlarimni, videolarimni sog'indinglarmi deb. Agar shunaqa bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishni esingizdan chiqarmanglar. Va gapni ko'paytirmang, nima shu paytgacha yo'q bo'lib ketganimni sizlarga tushuntiraman. To'g'risi, hamma tanishlarimni aytganini qilib, osonroqda ishla deb deyishganligi uchun boshqa ishga o'tgandim. Yengilroq, qulayroq ishga. Lekin har safar YouTube'ga kirib videolarimni ko'rganda, undagi kommentariyalar, yangi kelgan kommentlarni o'qiganimda qanaqadir nimaga shu ishimni qilmayapman? Odamlar shuncha meni ishimni baholayapti va ularga bu yoqyapti. Ularga meni gapirishlarim yoqyapti. Lekin nimaga davom etmasligim kerak deb boshqa ishga o'tganimda o'zimdan bo'shagandim, ya'ni sumkalarni olib borib topshirgan edim va bugun yana qaytib ishga kiraman. Borib sumka olib kelaman, undan keyin Yandexga ham kiraman. Chunki ham o'zimda, ham Yandexda ishlamoqchiman. Men hozir test qilmoqchiman, qaysi birida qanaqa pul topsa bo'ladi, qancha topsa bo'ladi shuni. Bilasizlar, mototsikl va mopedlarga tezroq yuradigan skuterlar bor-ku. O'shalarga уже prava so'rayapti, A toifadagi. Lekin ko'pchilikda prava bo'lmaganligi uchun menimcha velokuryerlarga talab ortadi. To'g'risi, men nonogan chiqqan edim, chunki zavtrak qilmagandim. Sababi hali juda erta va na o'zim na Yandex ochiq emas. Hozir ofisga borganim bilan va ungacha sizlar bilan gaplashib o'tiramiz. 3 kun oldin chiqaman kureylikka deb Yandexga borgan edim. Lekin esimda yo'q. Bilmaganlar uchun bu ma'lumot. Yandex sumkasiga 200 ming to'lab, keyin aktivatsiya qiladi. Meni esimda yo'q, yonimda pul olib bormaganman. Keyin aktivatsiya ham bo'lmadim, sumka ham olib kela olmadim. Prosta takka borib keldim, vaqtim ketgani qoldi. Keyin mayli deb keldim, yana bir kun ishlarim bilan yurdim. Kecha borib Rent Marketdan arendaga yana velik oldim. Va bugun hozir endi vaqtli turib, zavtrak qilib ko'chaga chiqsam, ko'cha sovuq bo'lib qopti. Men kureylikka chiqaman degan paytim havo issiqroq edi. 3 kun oldin ancha havolar issiq edi. Birdan sovib qoldi. Shunaqa yozilgan ekan, biz ob-havoni o'zgartira olmaymiz, chunki bu yog'i уже bahor emas, qish kelyapti. Demak, havolar sovishi tabiiy hol. Va bu narsani bahona qilish juda ham bir kuchsiz va qo'rqoq odamlarning ishi deb o'ylayman. Hozir o'tirib kofe damlab anaqa qilgunimcha bir narsa xayolimga kelib qoldi. Xo'p, hozir borib o'zimdan ro'yxatdan o'tsam, lekin o'zimda smena bo'lmasa-chi degan narsa. Chunki o'zimda smena olmasa ishlab bo'lmaydi. Erkin slot yo'q, prosta tak shundoq anaqa liniyada menda bosib chiqib ketib bo'lmaydi-yu. Shuni o'ylab o'tirman. Hozir o'zimga borsam, sumka olsam, lekin smena abetdan keyinga bo'lsa-chi yoki bugunga вообще smena qolmagan bo'lsa-chi deb o'sha o'ylab turdim hozir. Lekin unga ham yo'lni qilsa bo'ladi. Chunki borib o'zimdan ro'yxatdan o'taman. Agar smena bo'lsa, smena olib olsam, sirazi chiqaman ishga. Bo'lmasa, sumkani olib kelib qo'yib, abetdan keyingi smenani tanlayman, bilmadim endi bugun bormi. Bo'lmasa keyin yana Yandexga borib, sumkani olib kelib qo'yaman va bir shu ish qilar ekanman-da. Shuni aytib qo'yay dedim hozir gap kelganda. Men hozir oyim berib olgan ekran yo'qman. Ishoninglar, shunaqa maza ketadi ertalabdan. Qishda, yozda o'zimiz yopgan ekranlar. Voy, maza yo'q. Aslida men kureylik qilsam ham maza qilaman-da shunda. Lekin chetdan qaragan odam bechora qiynalib yuribdi. Qiz bola boshi bilan kureylik qilib yuribdi ko'chada, oddiy velikda yana deb o'ylaydi. Bu ham oddiy ish masalan. U men uchun qiyin emas masalan, chunki men jismonan baquvvatroq odamman. Bu narsani tan olaman. Kimdir ko'rganda rahmini keltirish uchun ham qanaqadir video olib chiqarmaganman-da. Lekin hamma tanishlarim tipa bu ishing qiynalasan, yig'ishtir u bu. To'g'ri, men grafik dizaynerman. Undan tashqari 6,5 IELTS'im bor. O'qiyman. Lekin nima deydi? Nimagadir men shunaqa jismoniy mehnat talab qiladigan ishlarga ko'proq qanaqadir menga yoqadi. Chunki men dadam shunaqa insonlar.
ular ham shunaqa ko'p jismoniy mehnat qiladigan, juda ham mehnatkash inson bo'lganinglar uchun balki bu menga qondan qonga o'tgandir. Shuning uchun men kuraylikka chiqishni yaxshi ko'rarman, bu ishdan charchamasman, o'zini bilmayman. Balki bu video uzun bo'lib ketgandir. Bu videoda hozir shunaqa oradagi pauzani yopish uchun sizlar bilan suhbat bo'lyapti. Chunki hozir bekorchiman, video olgim kelyapti sizlarga. Bu videoda shu ro'yxatdan o'tganligimni ko'rsatib, menimcha keyingi video bo'lib chiqsa kerak, bugungi ish kunim qanaqa bo'lishi. Kamida yarim soatlik video bo'ladi. Menimcha bitta videoga sig'dirish qiyin emas. Eplasa bo'ladi. Eplaymiz. Gap holvadan shirin, gap yig'ishtirib, choy ichib bo'lib, hamma narsani tayyorlab, takoy boyovoy bo'lib, uzum ofisiga keldim, lekin uzum ochilishiga hali yana ozgina bor. Ochilgandan keyin hozir sizlarga kirib, men oldin aytdim, oldin ishlaganman, menga shunday resetsiya qilib beradi bo'ldi. Men kirib darsda o'tirmayman. O'zi har doim yarim soatlik darsi bo'ladi. U faqat birinchi marta ishga kirayotganlar uchun, oldin ishlaganlar uchun emas. Shuning uchun hozir kelsa, sumkani olib, sirazi mana men o'tdim, lekin smenalarga kirsam faqat 11 da bor ekan. 11 gacha, demak hozir men borib 11 gacha kutaymi? 11 gacha borib Yandexdan ro'yxat olib kelsam bo'ladi. Narsalarni olib kelib qo'yaman. 11 da kimga ish chiqib ketsam bo'ladi. Hozir bu yoqdan sumka olishim kerak. Men bu yoqdan anaqa berishdi menga. Sumka olaman. Ishni o'zimiz. Metrovka 4XL, unaqa katta emas ekan. Metrovka va sumkani oldim. Hozir ko'chaga chiqib sizlarga endi bir qarorga kelishimni gaplashamiz. Sumkani yangi ko'ryapsizlarmi? Paketdan endi chiqqan. Bugungi kunimizdagi birinchi navbatdagi ish bitdi, ya'ni uzumlar ro'yxatdan o'tdik va biz soat 11 da ishga chiqishimiz mumkin, chunki eng oxirgi smena, eng yaqin smena 11 da ekan. Lekin 11 gacha hali yana yarim soatdan Ibrohim mayli. Lekin hali sumkam 11 gacha anchagina vaqtimiz bor. Men uning ichida, o'sha vaqtning ichida Yandexga borib, ro'yxatdan o'tib kelib, chiqishga ulguramanmi, yo'qmi, shuni o'ylayapman. Chunki Yandexga borganda ham baribir navbat kutaman. Keyin borish, kelish velosipedda anchagina vaqt ketib qolishi mumkin. Smenaga kech qolsam, tabiiyki shtraf bo'laman, lekin men u narsani xohlamayapman. Endi o'tirib olib o'ylash kerak. Ertalab 7:30 da ko'chaga chiqqandim, sovuq edi rosa. Lekin o'sha ancha iliqlashib qoldi, qanaqadir yoqimli salqin tegayotdi odamga. Va hozir smena qarashim kerak. Hozir. Xo'p, smena qarashimiz kerak biz. Shu uchun bir chekada to'xtab, smenani eson-omon olsak, keyin nima qilishimizni o'ylab ko'ramiz. Xo'p, smenaga keladigan bo'lsak, faqat Ekoparkda 11 dan 12 gacha bor ekan. 1 soat ishlaymiz. 1 soat ichida tuzuv ish bo'ladimi, yo'qmi degan narsa o'tyapti xayolimda. Undan ko'ra borib Yandexdan ro'yxatdan o'tib kelganim yaxshimikin-a? Chunki hozir 11 gacha 40 minut bor. 40 minut ichida borib kelishim bilan nima deb o'ylaysizlar? 40 minut ichida kelib, hozir sumkani qo'yib ketishim kerak. Sumkani qo'yaman. Keyin Richga borib, Richdan qaytib kelishim kerak. Richda navbat kutib turishimni ham hisobga olsa, menimcha ulgurmasam kerak, smena olmasligim kerak. Yo'q, smenani obeddan keyinga olishim kerak. Hozir kechroq smenalarni ko'raylik shunda. Xo'p. Men bundoq qilaman-ku. Xo'p, ro'yxatdan tanlanga kiramiz. Ekopark bormi? Ekopark. Nima bu yerda ko'rsatmaydi Ekoparkni? Yo, men ko'rmayapmanmi? Yo'q, bo'pti. Bu yerdan tanlab emas ekan. Smenalar jadvalini ochish va kechki soat nechidan keyin bor? Juda kech ishlasham yomon, chunki haddan tashqari sovuq bo'lib ketishi mumkin. 6 dan keyin bor ekan. 6 dan 9 gacha. Demak, men hozir Yandexga bormaydigan bo'ldim. Men bu smenani olaman. Yandexga baribir obeddan keyin ishlayman degandim. Bo'pti. Ertalab chunki smena bilan bu yerda ishlayman degandim. O'sha qarorimda qolib, hozir 11 dagi smenani olaman. Mana. Smenani tanladim. Va 12 dan 1 gacha ham bor ekan. Davay, buni ham olamiz. Undan keyin esa obedda borib Richdan o'tib kelaman va bugun kechda
erkin slotda bemalol xohlagan paytimda chiqib, xohlasam 7 dan keyin, xohlasam 6 dan keyin yandisda ishlashim mumkin. Hozir esa bizni yana 40 minut bekorchi vaqtimiz bor. Vitrovka berishdi, lekin kepka berishmadi. Menimcha qishda baribir hamma shapka kiyadi yoki o'zini bosh kiyimi bo'ladi deb, qishda faqat vitrovka kiyib yursa yetar ekan formada, chunki uzun tezkor forma talab qiladi. Lekin ishoninglar, hozir maza qilaman. Veli uchmaganimga 2 haftacha bo'ldi menimcha. Lekin men bu havo ham yoqyapti menga. Va men maza qilaman ishlab, to'g'risi anchadan beri bekor chiqib ketibman ishdan dedim. Davom etib yursam bo'lar ekan, shu videolarimni qo'yib yursam, mayli endi. Shunaqa bo'lish kerak-a. Men shu narsadan ham ancha narsa o'rgandim. Biz hozir 40 minut bo'sh vaqtim bor va iPhone'imiz zaradi sal kamroq-da. Video olaman desam yana anaqa kamayib ketaveradi. Shuning uchun biron joyga borib, telefonimni zaryadga qo'yib, balki choy poy ichib olarman deb o'ylayapman. Va bugundan yana boshlanadi o'shanaqa menga uncha yoqmaydigan qarashlar. Qiz bola ko'ryur ekan. Voy, ana qiz bolami? Voy, orqasiga sumka taqib olibdi. Voy, og'irmasmikin? Voy, qiynalmasmikin? Voy, bechara deydigan qarashlar boshlanadi. To'g'risi odamlar unaqa deb gapirmaydi, lekin qarashidan bittada sezaman-da, shunaqa deb o'tdi ichida deb. Shu darajada. To'g'risi menga unaqa narsa yoqmaydi. Prosta tak oddiy odamga qaraganda o'tib ketaveringlar, bo'ldi. Qiz bola kurerlik qiladimi, o'g'il bolami, yoshi kattami, yoshmi, sizlarga nima farqi bor? O'zi tanlagan kasbi, o'zi rozi bo'lib chiqqan ishi. Baribir buni unaqa insonlatishmaydi. Kecha verig olishga bordim-da. Men verig olishda juda injiq odamman. Verig olganimda ovoz chiqmasin. Tormozni bosganimda g'iqillamasin. Boshqa qilmasin, tiqillamasin deb men shunaqa hamma narsaga tegib rit marketdan kecha o'zimga verig taxlatib olganman. Mashinada ham nimadir tiqillab yoki nimadir ortiqcha ovoz eshitsam yoqtirmayman. Rahmat. Короче, men kishi kirmoqchi bo'ldilar parkovkaga. Meni kutib turdilar, lekin baribir yo'l berdim, kirib ketdilar. Xo'p. Shunaqa, lekin veligim hozir biton, tormozlari bittada ushlayapti. Mayli. Asabiylashmaymiz. Veli haydash asablarni tinchlantirish kerak o'zi, unaqa asabiylashtirmasligi kerak. Ikkita smena bor. 11 dan 12 gacha va 12 dan 1 gacha. Bu smena o'zi avtomatik yonadi, ikkinchisi. Va men hozir 10 minutcha vaqtim bor, shuning uchun telefonimni mana zaryadkaga qo'yib o'tiribman. Smena уже anaqa zonadaman. Shu yerda o'zida ham smenadaman deb bo'lsam ishga chiqib keturaman, ya'ni kech qolish ehtimolim 0 ga teng. Va havo menga yoqyapti, ishga chiqqanimdan qanaqadir xursandman, qanaqadir o'zimdan mamnunman, ishimdan ham mamnunman. Yangi sumkam bor va ichida vitrovkam bor. Vitrovkani kiyib olaman hozir anaqa bo'lgandan keyin. Smenaga chiqishimdan oldin, lekin u katta bo'lsa kerak menga. Endi o'zingizlar ko'rib baho berasizlar. Undan bundan ungacha. Anu, sizlarda ham bo'ladimi? Bitta ishda anchadan beri ishlamay qo'ysanglar, qo'lingizlar chiqib qoladi ishdan. Menda ham shunaqa bo'ldi, bilasizlarmi? Telefonimni zaryadkaga qo'yib kirib bitta kofe ichdim-da. Chiqsam telefonim zaryad olmagan ekan. Rozetka ishlamaydimi bilmayman, yo zaryadkaga to'g'ri qo'ymadimmi? Tushunmay qoldim. Keyin qovun tushirib yuribman ertalabdan beri. Ikkinchi qovun bu уже. Men ham boshlanishiga xo'p 2 minut qoldi. Balansim 0 ko'rib turibsiz, chunki birinchi ish kunim bo'lganligi uchun hali balansga to'saganim yo'q. Orqa kameram baribir yaxshi oladi. Menimcha ko'ryapman degan umiddaman. Hop. Mana ichida Господи. Ой, да, проблема. Hop, bismillah. Bu menga katta bo'ldi-yu. Hop, mana yigam oldim. Xudanu ichiga motorcha bilan havo purkaydigan ayiqchalar, quyonchalar bo'ladi-yu. Anaqa ishib turadi, semiz bo'lib o'shanga o'xshab qoldim ish qilib. Ana endi smenani boshlaymiz, chunki men 15 sekundgacha ham qolibman o'sha. Rasmga tushamiz, har doim mana shu bratimizga o'xshab. Ko'rinmayapti. Mana shu ko'rinmay qolganligi uchun meni shtraf qilgandi. Formam bo'lsa ham yaramaslar. Bo'ldi. Rasmni jo'natamiz.
Smena boshlandi, ishga olganingda menga zakaz beringlar, uzun. Davay, menga zakaz kerak, pul kerak. Balansim nol, lekin ertadan menimcha balansga pul to'ldirib ishlayman. Chunki balansga pul to'ldirish bu xuddi оборотga pul tikkandek. Yoningizda pulingiz bo'lsa, u pul o'zidan o'zi ko'paymaydi, lekin balansga tashlaysiz, o'sha pulni chiqarib olursangiz, u pul ko'payadi. Ya'ni nima, qo'pol bo'lsa ham pul tug'adi o'zidan o'zi. Endi forma menga yarashdi, lekin kapshonkasini to'g'rilab olishim kerak ekan. Ikkalasida ham kapshon, endi ikkita kapshon bo'ldi menda. Mayli. Kattami bu shunchalik? Men oldi kamerada ko'rmadim-da, o'zimni orqa kameraga qo'yib ko'rdim. Hop. Semizligimga qaranglar. Qachach bizda birinchi zakaz Siravarniyadan tushdi. Qabul qilamiz. 12 minut vaqtimiz bor. Muncha ko'p vaqt berasizlar. Axir men tezkorman-ku. Men telefon yaxshi ushlamayman. Axir men tezkorman. Mayli, maqtanib qo'ymay. Orada probkada qolib ketsam. Ertalab soat 7 dan beri ko'chada yuribman velosipedda, lekin haligacha birorta ham bir skuterda yoki mopedda ishlab yurgan, A-prava talab qiladigan transportda ishlab yurgan kuryerni ko'rmadim to'g'risi. Kecha bitta ko'rgandim, u ham nur edi, balki u akani A toifali pravalari bordir. Shu A toifa pravasi yo'q bo'lgan kuryerlarni ishi sal qiyinlashib qoldi, chunki endi ishga chiqa olmaydi prava olmaguncha. Prava olish sal qiyinlashib qolgan, uni bilasizlar. Shu uchun yoki oddiy velikda yoki elektrovelosipedda chiqish kerak. Masalan, men rent marketda, bilasiz, oldinda men arendaga olib ishlardim rent marketdan. Qulay juda ham, chunki nimasini bo'lsam ham menga tuzatib berishadi-da. To'g'ri, to'lov qilaman, lekin ko'nglimdagidek qilib bermagunicha men o'sha yerda turaman. Mana shu g'iqillab turibdi, ovozini yo'qotib bering. Hamma narsaga olib boraman. Meni veligim idealli bo'lishi kerak. Nima demoqchiman? Bu yoqda elektrovelosipedlar ham bor. Masalan, yo oddiy velik haydolmayman, men oyog'im yoki sog'lig'im ko'tarmaydi deydiganlar elektrovelosipedda chiqsanglar bo'ladi, chunki uni tex pasporti bo'ladi. Rent marketdagi tex pasport qilib beradi, bemalol gai to'xtatib qo'ysa ham o'shani ko'rsatasizlar, чтобы meni velosipedimning tezligi 25 dan oshmaydi va bunga prava kerak emas deb isbotlab bera olasizlar. Agar uni narxi hozir ko'tarmayotgan bo'lsa, oddiy velikda ham olsanglar bo'ladi rent marketdan. Shuni aytib o'tmoqchi edim sizlarga. Siravarniyaga keldim va men restoranda mana bosaman. Xo'p. Zakazimiz 236 ming. Bu yerda naqd qanaqaligi bilinmaydi, lekin ichida nima borligini ko'rish mumkin mana. Ko'rasizlar, ichida kasha, bir balo shunaqa ovqatlari bor ekan. Chekni ko'rsatib o'tyapman. Endi bu narsalarni oldin ham aytib o'tganman. Просто tak ma'lumot o'rnida qabul qilib ko'rasizlar. Voy, mana men. Ko'rmay qoldim. Mana men. Zakaz oldim. Ko'chaga chiqib solganim yaxshi ekan. Va sumkamning ichini hali nastroyka qilmagandim. Mayli. Endi har doim men bu narsa bu yerda turadi-da. Chunki ichimliklarni ozgina joyga, ovqatni katta joyga qo'yardim. Hozir sizlarga taxlab ko'rsataman. Uzr, kameram bundoq bo'lib ketyapti. Boshinglar aylantirib yubordim. Yandex qanaqa bo'lar ekan deb o'ylayapman. Voy. Hamma emas, ayrim haydovchilarimiz bor shunaqa. Qarab turibdi, katta yo'lga chiqish kerak. Ikkinchi darajali yo'ldan katta yo'lga chiqish kerak bo'lib turibdi. Qarayapti, orqada mashina bormi, yo'qmi deb. Yo'q, mashina yo'q ekan. Lekin velosiped kelyapti-yu. Nima faqat mashina bo'lsa to'xtab turadi, lekin velosiped bo'lsa yo'l bermaydi. Faqat ko'ryapsizlar. Men optli kuryer bo'lganligim uchun navigator tuzib bergan yo'nalishga tupurib qo'yib, o'zim xohlagan yo'ldan ketaman. Chunki bu har doim qiyin yo'lni ko'rsatgan. Har doim emas. Lekin ko'pincha zinali joylarni ko'rsatadi. Ammo ozgina bir 400 metr uzoq bo'lsa ham, zato velikdan tushmasdan haydab ketay deyman. Telefonimiz zaradi ham o'zi kam qolyapti. Chunki boya zarad olmabdi-da. Power bankim bor, zaradlay desam. Lekin u plus faqat Androidimga zarad beradi, iPhone'imga bermaydi. Oqqi borgan iPhone'im asabimga tegib. To'g'risi, ertalab sovuq degandim. Hozir o'sha qaynab ketdim, o'ting. O'ting, siz Kia Kavesiz. Nomeringiz chiroyli ekan, brat 880. Voy, baro, Kia yoqadi menga. Nomer vashchi men yaxshi ko'rgan raqam ekan. Bizda mana bunaqa holat. Voy, ikkinchi zakazim kelib qoldi. Bir qadam joydan.
zakaz oldim, lekin menda hozir klientni hech qanaqa manzili, dom, anaqa podez, kvartira raqam ko'rsatilmaganligi uchun telefon qildim, ajdaniyaga tushdim. Menimcha o'zlari qaytib chiqsalar kerak. Shunaqa vaziyatlarda biz masalan 10 minut kutishimiz va 3 marta telefon qilishimiz kerak. Agar mijoz tushmasa, bunaqa uzumni podeshkasiga yozib, ularni ko'rsatmasi bo'yicha ish tutishimiz kerak bo'ladi. Bu narsa ko'p kuryerlarda bo'lib qoladi. Qachon aytib o'tmayman sizlarga. Zakaz topshirdim, lekin liftda oyna yo'q ekan. Men har doim liftda oyna bo'lsa, bilasizlar, liftlarning oynasiga bir qana. The door is closing. Alsin bor dedim, inglizchani bilaman. Videoga olmoqchi edim, menga. Hali ko'p liftga chiqamiz biz. Endi men buni burni bosdim-ku, tushmaysizmi? Tavba. Tushiring meni. Hop, zakazni topshirish qilamiz. Piyoda internet ishlayapti o'zi. Liftda baribir sekin ishlaydi-yu. Первый этаж. Ham bilmisiz? This is the first door. The door is opening. Thank you very much. The door is Prikol qilmoqchi uchun. Zakazni topshirishni bosdim olmabdi. Endi qaytadan bosaman va menda Hinkalidan zakaz tushgan, o'zi yanginasidaman. Men restorandaman deb bossam, уже yo'q, ozgina bor ekan, yana bir 100 metr yursam oladi. Telefonimning zarari biroz kamroq, lekin harakat qilaman jarayonlarni uzmasdan sizlarga ko'rsatishga. Sizlar esa like va podpiskani menda ayamay turib, kommentariyada meni menga motivatsiya berib tursanglar. Chunki sizlar orqali, sizlarni meni qo'llab-quvvatlaganinglar orqali meni blogim yana qaytib jonlayapti. Jonlayapti kontentlarim. Sizlarni podeshkilar juda katta rol o'ynaydi do'stlar. Shuning uchun adushi bag'latdajilar deyman ham boshqa blogerlarga o'xshab. Unaqa desam soxtaligi bilinib qoladi. Просто agar erinmasanglar, podpiska bilan like bosib qo'yinglar. Voy. 10 ta yamaga tushdim. Sharmanda hamma qarayapti. Meni haydashni bilmasang, kuryerlik qilib maqlasan deyotgandir ichida. Lekin ular bilishmaydiki, men shumaxirman. Meni hatto pravam bor. Men hatto mashinani ham yamaga tushib haydayman. Bitta metr rayban ochkim bo'lsa, odamlarning reaksiyasini sizlarga ko'rsatardim, lekin hozir uni iloji yo'q. Obbo, yana tushdim, bor, bilin. Telefonimni yig'ishtirmasam, hozir o'zim ham bir yoqqa tushib ketaman-da. Men o'zimga kerakli liftni topdim. Endi ko'ryapman. Rostdan o'sha radomdan chiqishga o'ynaydigan quyonchalar bor-ku. Quyoncha ayiqcha Mickey Mouse o'shanaqa o'xshab qolgan. Menda soat 12 dan oshdi, ikkinchi smena ham avtomatik boshlandi. Va hozir zakazga ketyapman. Boya Hinkaldagi zakaz topshirib, shunaqa qisqa bo'lsa ham aytib o'taman, chunki telefonim o'chib qolsa, men klientga telefon qila olmayman, chunki sim kartam mana shu telefonning ichida. To'g'ri tushunasizlar. O'ylaymanki, zakaz nimagadir oldin masalan 2-3 soatda smenaga chiqsam kam tushardi, lekin hozir ketma-ketiga multi zakaz berib yotibdi. O'sha aytganimdek, velokuryerlarga talab kuchaygan, sababi mopedlarga, skuterlarga toifali prava talab qilyapti. Shuning uchun menimcha ular kamayib ketganligi sababli velokuryerlar hozir gazini bossanglar bo'ladi-da qo'y. Do'stlar, soat 10 ta kam 1 bo'ldi. Menda yana bitta zakaz bor, Burger Embassy'dan. Hozir ko'rsataman. Telefonim yonmagan edi. Короче, mana Burger Embassy'dan zakaz bor. Hozir o'sha yerga boraman. Shu bilan smenam tugaydi, chunki 4 minut qoldi уже. Bo'ldi, keyin shu bilan bir uyga kirib, sumkalarimni qo'yib, yana zakaz tushdi. Uyga kirguncha birdan o'tib ketar ekan, desa birdan tushdi bu ham. O'sha bo'ldi, olamiz bo'pti, mayli. Uzumi shunaqasi bor-da. Minutingiz tugamayotgan paytda zakaz beraveradi. 8% telefonim zararda qolgan, bekor oldimmikin deb o'ylab qoldim endi. Mayli. Men smenani tugatib uyga kirib sumkalarimni qo'yib chiqaman, chunki Yandexga borishim kerak. O'shanda videoni yakunlab qo'yamiz sizlar bilan. 3% zarar bilan uyga keldim. Va hozir telefonlarimni zaryadkaga qo'yib sizlarga gapiradigan gaplarim bor. Shu bilan smenani tugatib uyga keldim va kelishda smetana va issiq non olib kelganman yana, chunki obed qilishim kerak.
Hozir obed qilib olib, yana qaytib ko'chaga chiqaman. Yandex Eats'ga borib, ro'yxatdan o'tib, sumka olib kelaman. Bugun sizlar bilan 1 soatdan 2 ta smenada ishladim. Xo'p, birinchi smenamda nechta zakaz qilibman? Birinchi smenamda 40 ming so'm bergan, mana. Ko'rinyaptimi? Old kamerada yaxshi ko'rinmaskan, orqa kamerada qilib ko'rsataman. 38 ming ishlabman va 1 2 3 birinchi smenada 3 ta zakaz yopibman, lekin ikkinchi smenamda zakaz ko'p bo'ldi, chunki multi zakaz ko'p bo'ldi. Birinchi zakazda hammasi bittali bo'ldi. Lekin bu 2 soat ichida har doimgidan 3 soat ishlaganimdan ham ko'proq zakaz oldim. Buni bilaman. Menimcha umumiy 8 ta yoki 10 ta zakaz oldim-da. Aslida 3 soatda odam 10 ta zakaz olardi. Oldinlar masalan ishlasam. Bu degani aytmoqchimanki, o'sha skuterlar chopilgandan keyin, ya'ni prava talab qilayotgandan keyin hamma oddiy velik va elektrovelikka o'tib olgan. Ikkinchi smenam esa, ya'ni ikkita olganim 1 soatli. O'sha ikkinchi 1 soatli smenani bilmayman qancha ishlaganim, chunki hali menga ko'rsatmagan. Uzun 1 soat ichida aytadi va uni ham balki obed qilib bo'lgunimcha aytar. O'shanda sizlarga ko'rsataman va Yandexga chiqib ketaman. Va Yandexda ishlaganimni keyingi videoda ko'rasizlar. Va smenamda qancha ishlab topganimni aniq aytgunimgacha sizlar videoga like bosinglar, menga obuna bo'lib, kommentariyada o'zingizlarning fikringizni qoldiringlar. Qanaqadir voqealar bo'ldi, ko'rdinglar. Sizlarni qiziqtirgan yoki kayfiyatingizni ko'targan narsalar haqida yozib qoldirsanglar, men albatta hammasini o'qiyman va bu meni juda ham kayfiyatimni ko'taradi. Va ikkinchi smenada ham 3 ta zakaz ishlabman. Men xayolimda qanaqadir ko'p zakaz ishladim yoki anchadan beri ishga chiqmaganim uchun ishlaganim ko'p deb tuyulib ketdi. Ya'ni 8 tacha qildim deb o'ylagandim, lekin 2 soatda 6 ta zakaz qilibman va umumiy ishlaganim va mana balansim 0 edi. Balansimga 80 ming so'm tushgan. 2 soatda shuncha topimiz. Ishlaganimni esa keyingi videoda qo'yadigan bo'ldim. Kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar, videolarni o'tkazib yubormaysizlar va albatta like bosib kommentariyada o'z fikringizni bildiringlar.